Assalomu alaykum hammaga. MySQL darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda MySQLdagi group by operatoridan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi darsimizda ya'ni order items table'idan foydalanamiz. Order items table'ini ko'radigan bo'lsak, ya'ni order it'larini, product it'larini, ya'ni group by nimaga ishlatiladi? Ya'ni gruppalash. Ya'ni duplikat bo'lgan narsalarni, ya'ni ma'lumotlarni, ya'ni gruppalashda foydalanamiz, ya'ni guruhlashda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, mana bu order it'ni, misol uchun 2 id'si 3 marta takrorlangan, to'g'rimi? 4 esa 2 marta, 5 1 marta, 6 esa 4 marta va shularni gruppalamoqchimiz. Ya'ni qanday id'lar mavjudligini ko'rmoqchimiz. Buning uchun bizga ya'ni qaysi kolumn nomini yozamiz? Ya'ni order id va group by operatoridan foydalanamizda o'sha gruppalamoqchi bo'lgan kolumn nimasini nomini yozamiz. Ya'ni order id. Mana ko'radigan bo'lsak, ya'ni bizning ma'lumotlarimiz ya'ni gruppalandi, ya'ni qaysi ma'lumotlar borligini bildik. Ya'ni bular endi duplikat bo'lmagan holda chiqdi. Ya'ni shu guruhlashda foydalanamiz group by'dan. Asosan group by shu aggregate function bilan foydalanadi, ya'ni sum, ya'ni average, count. Xo'p, shunday endi group by'ni ishlashini ko'rsataman, ya'ni yaxshiroq tushuncha bo'lishligi uchun. Mana Excelga o'tdim. Ko'rishingiz mumkin, Excel'imizda ya'ni shu order itemsni ma'lumotlari qo'yilgan. Order items table'imizda. Ya'ni bu ishlash qanday? Mana bu guruhlaydi, mana bu birni guruhlaydi. Xo'p, boshqacharoq rangda qilaman buni. Ko'kda misol uchun. Ya'ni o'zi bir dona, ya'ni duplikat emas, o'zi bir duplikat yo'q, to'g'rimi? Ya'ni unique bu. Bu shunday guruhlanadi. Hop, 2 ni ko'radigan bo'lsak, 2 dan 3 ta. Hop. 2 dan duplikat, ya'ni 2 takrorlangan, mana bu ularni ham bitta gruppa qiladi. Ya'ni 2 id'sini. Agar misol uchun sum operatordan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni function funksiyadan quantity chiqaradigan bo'lsak, ya'ni shularni bitta guruh qilib turib, ya'ni guruhlab beradi. Hop, bularni ham guruhlaydi, misol uchun duplikat 4 raqami. Mana bu 6 ni ham guruhlaydi bitta qilib duplikatiga, ya'ni 4 ta takrorlangan 6 raqam, to'g'rimi? 8 misol uchun 10. Ya'ni shularni bitta guruh qilib beradi. Ya'ni shu duplikat bo'lgan ma'lumotlarni. Hop, shu yana ham tushunarli bo'lishligi uchun ya'ni funksiyadan foydalanib, funksiyadan foydalanib ko'rsataman. Hop. Ya'ni select order id va sum operatori bizga ya'ni o'shani umumiy naqasini, ya'ni summasini chiqarib beradi. Ma'lumotlarni. Hop. Qaysi? Ya'ni quantity. Nechta mahsulotimiz borligini ko'rmoqchimiz, ya'ni miqdor. Hop, from order items, ya'ni group by order id'si bo'yicha. Nimaga? Chunki order id duplikat bo'lgan. Mana ko'radigan bo'lsak, bizga summasini chiqardi. Agar mana bu group by'dan foydalanmasak, bizga error beradi. Mana aggregate functiondan foydalanganda group by'siz foydalanib bo'lmaydi degan bizga error berdi. Shuning uchun biz group by operatoridan foydalanamiz. Ya'ni order id'si bo'yicha gruppalaymiz. Mana ko'radigan bo'lsak, ya'ni order id'si 2 ga teng bo'lgan, summasi quantity 8 ta ekan. Endi Excel'imizga o'tamizda, qo'shadigan bo'lsak, ya'ni 2 ga 4 ni qo'shamiz, 6 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsa 8. Ya'ni bizda to'g'ri ishlayapti. Ko'rishingiz mumkin, ya'ni nechta quantity borligini. Ya'ni har bir orderda. Hop. Endi sizga exercise beraman. Hop, bugungi darsimizdagi exercise'ni tushuntirib o'taman. Ya'ni order items table'dan foydalanamizda har bir orderdagi total price'ni hisoblaymiz.
ya'ni kal so'z aytaman, ya'ni quantity-ni unit price ko'paytirgan holda. Hop, videoni pauza qilib o'zingiz bajarishga harakat qilib ko'ring. Men esa solution, ya'ni javobini ko'rsataman. Hop. Birinchi navbatda order items table'imizni ko'rib olamiz. Qarab chiqamiz. Hop. Bizda duplikatlar bor, to'g'rimi? Endi order IDs kerak bo'ladi bizga va o'shani total price. Buni qanday topamiz? Ya'ni quantity ni ko'paytiramiz unit price ga. Va buni total price deb nomlaymiz. Mana bu as kal so'z yozmasdan ham birdaniga o'sha yangi kolumn nomini yozib ketishimiz ham mumkin. Hop, bizda ishladi. Endi bizga sum kerak bo'ladi, ya'ni umumiy summasini, sum function kerak bo'ladi. Va hozir buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana bizga error beradi, ya'ni error bor. Bizga qaysi operator kerak bo'ladi? Group by operator. Aytamiz, ya'ni order ID'si bo'yicha. Error keldi, uzr. Mana bu total price. Shadow ketdi. Endi ishga tushib ko'radigan bo'lsak, mana bizda biz kutgan natija chiqdi. Ya'ni hozir bu Excel'da tushuntiraman qanday ishlashini. Ya'ni hammasini gruppa qilyapti-da. Ya'ni bu mana bularni ko'paytirdik, to'g'rimi? Bularni chiqqan natijani, ya'ni total price'ini qo'shib chiqyapti. Umumiy, ya'ni 2 shularni qo'shib chiqadigan bo'lsa, ya'ni 30.72 chiqadigan. Ya'ni order ID'si 2 teng bo'lgan orderda. Hop, agar sizda ham shunday natija chiqqan bo'lsa, javobingiz to'g'ri. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.